Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorvash qog'ozlari va mana bunday toza zotli qo'y chiqarish qog'ozlari. Akalar, bugungi videomizga qo'chqorni shu zo'ridan, gigantidan olib kelibdilar. Jalhon akamiz shu haqida sizlarga qo'ldan kelgancha obzorini qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha kuzatib, like bosib, obuna bo'lib tursalaring, narxlarni chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Jalhon aka, tuzukmisiz? Keling. Mazangiz yaxshimi? Siz chacham. Qo'y zo'ridan olib kelibsiz va o'tgan safar birinchi chiqishimizda kashtan olib keldik. kashtan, endi bu safar Arashanni. akalar qo'yga baho beramiz. Qo'yda qarang. Yuzlab ko'ryapsizlar. Shuni bor. Kallarning kattaligini. Akalar, qo'yimizning holati. Jalhon aka, endi bu haqida sekin ma'lumotlarni beramiz. Jalhon aka, endi buni bo'ylarni nechiga berasiz? Bo'ylari 95 plyusga olishaveradi. 95 plyusga. Qulog'ini ham o'lchadingizmi? Qulog'ini ham o'lchagan. Nechi chiqdi? 18 chiqdi qulog'i. 18 qulog'i butun ikkalovi ham. Qulog'ida ikkita teshigi baholamiz. Joni bor akalar. Toza narsa. Qo'yni qarang, belini qarang. Gektar bellar. Joni bor. Akalar, razrezlari o'ta kelishgan jonivor. Oyoqlari, iliklari baquvvat. Jalhon aka, buni yoshi qanaqa yoshi? Yosh 4-ga chiqdi endi bu. Endi 4-ga chiqardi. Joni Joni bor. bor. Mana akalar, yana 4-ga chiqaribdi. Bo'ylari 95 plus. Qo'yni qarang, mana. Joni bor. Havasga boqaman, zotga boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Obunachilar, buni faqat zotga yetaydi-da, yo zot yo'nalishiga. Zot yo'nalishiga. Yeb ishlariga garantiyalari bor. Bir hafta garantiya beraman. Bir haftagacha o'ylanmasdan sinab olishaverasizlar. Obunachilar, old tomonlar, to'shlarni shakiltamiz. To'shdi qarang, to'shdi. Yotibdi janaqa to'shi. Junlari 15 ta ortiqcha jundichida emas, mana ozgina. 15 ta sog'lig'im bor. Qo'shib bolali havasga boqaman deganlarga Obunachilar, bu tomonlari toza narsa-da. dumba ham o'ta katta ekan. Jalhon, taxminan necha kilo atrofida? 130 kilo oshib keladi. 130 kilo oshib kelaveradi. Jonivor obunachilar. Jalhon aka, endi bundan narxi necha pul deysiz narxini? Bunun narxi 2000 dollar kami bor. 2000 dollar kami ham bor. Kami ham bor berilgan. Obunachilar, bunaqa narxi baland desalar, o'zi qo'y ham gigant, o'ta kattasidan ekan. Katta. Keyin buni go'shtga hisoblamanglar. Bu go'shtga emas, zotga. Zotga boqaman deganlarga mana obunachilar, bu go'shtga pissalaring unda to'g'ri kelmaydi. Zotga boqaman deganlarga o'zi qo'yni tushiradiganlar bittada ko'riboq tushunadi buni. Tushunmaydigan odamga qancha maqtasa ham kam. Endi bunda qancha o't berasiz? Kam bor dedingiz. Ranga bitta o'tingchi, qo'yingiz katta o'ting. Necha dollar o't bersam bo'ladimi? Bo'ladimi? $100 o't beraman. Qancha bo'ladi unda? 1900. Samarqandgacha besplatno dostavka qilib. Samarqandgacha dostavkalari bor. Samarqandgacha. Telefon qilsang o't berasiz. Telefon qilsam xayrini ham qilib beraman. Obunachilar, 1900 dollarga dostavka Samarqandgacha. Yana xayri bor, Allohga chiqsalaring. Jalhon aka, yana bormi? Yana bir dona bor bunda. Yana bir dona bor. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. YouTube yoradi qo'yindi. Obunachilar, bundan keyingisini ko'rsatamiz sizlarga. Mashalloh, akalar, ikkinchisiga mana bir dona garbonoslar ham o'ta kelishgan variantda. Jalhon aka, yanada go'zaldan ekan ikkinchi partiyaga. Metrajni qo'ylar keladi-yu bizda. Sho'lkan, mana qarang. Obunachilar, dumbani qarang, o'ta zo'r. Jonivor, oyoqlarini baquvvat qarang. Junni ham ko'raylik. Bu ham bratgan jundan emas mana. Yo'q. Garbonoslar qarang, garbonoslar, jonivor. Faqat zotga boqaman deganlar shoshilib aloqaga chiqaramiz akalar, o'zi 2 dona kelibdi. Jalhon aka, buni bo'yi nechiga beramiz bunisini? 98 plyusga beramiz. 98 plus. Ha. Jonivor. Razrezlari ham o'ta kelishgan. Iliklari baquvvat qo'yimiz, jonivor. Qo'chqorlarimiz. O'ta zo'rdan ekan. 98 plus dedingiz-a? Buni yoshi qanaqa? Bu 4 ga endi chiqqan bu.
Turtga chiqqan. O'tgan. O'tgan qo'y. Jo'no. Bundan. Uzunligini qarang, obunachilar urun. Zo'roqdan ko'rsatamiz. Karbonuslar o'ta cho'tkiyaga. Jonivor. Qaysarroq ekan bunisi. Ha, bu sal sho'roq. Nargisi yoshroq sal. Buni ham yeb ishlariga garantiyalari bor. Yedi ishchilariga bir katta garantiya beraman. O'ylanmasdan jonivordi. Obunachilar shoshilib telefon qilaring ishlaring bitadi. Qo'chqorimiz juda shoshroqda, soliqqa qo'shadigan rastan. Jonivordi. Do'xonaga buni narxi necha pul deysiz? Buni 1,5 ming dollar deymiz, kami bor deymiz. 1,5 ming dollar, kami ham bor. Kami ham bor. Telefon qilsa ishlari bitadi. Arzon deb so'rashadi-yu. Birinchi chiqarganingizdan nimaga arzon desa, u sort bundan ham kuchliroq-da u. Lekin u boshqacha narsa. Boshqa narsa u. Bu ham undan ham katta gövdelari. Bu lekin undan katta ekan. Undan katta bu. Lekin zoti bor edi-yu. Zoti bor. Qo'y bilan qo'yni farqi bor. Obunachilar sal arzonroq ekan kerak deganlarga mana tavsiya qilib qolamiz. Birinchisidan bo'yni o'charoq, o'ta zo'rdan garbonoslar ham lekin o'ta cho'tki yegan jonivorimizda. Obunachilar mana qo'y. 1,5 ming dollarga dastavkalar. Samarqandgacha bizniki. Samarqandgacha o'ylanmasdan telefon qilsa xayri ham bor. Ha, xayri ham bor. Ag'a kelishlar. Uni oyog'iga kelishilgan holatda. Bugunga shular endi. Bugunga 2 dona. Obunachilar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, videodan like bosib, kommentariyada qanday fikrlaring bo'lsa qoldirasizlar. Obuna bo'lib tursalaring, bundan da zo'rlanib chiqarishga harakat qilamiz. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.